Bizdeki ahiret işençisi. Abdori Ustaz Muhammed Yusuf. Dünyada her kim özüge paydalık işe kızıqıdı. Özüge ziyan boladigan işten kaçıdı. Mesela birer ticaretke atlangan adam aldı bilen onundan çıkıdigan paydını köz aldığı keltirdi ve onu mölçerlep gördü. Andan onunla kirişdi. Şu paydını qo'lga keltirish yo'lida japaga, qiyinchilikqa sabr qiladi, chidaydi. Shunga bu ishni voyaga yetkazib qiladi. Chunki shundoq tirishmasa, ko'zlagan paydidan mahrum qoladiganligini biladi. Shuningdek, egiz bir joydan sakramoqchi bo'lgan odammi sakragandan keyin put-qo'li sunadiganligini yoki o'ladiganligini ko'z oldiga keltirdi-da, sakrashdan voz kechadi. Musulmon odam albatta aqlli bo'ladi. Chunki u Rabbini tonigan va o'zining dunyo va oxiratlik foyda ziynini bilgan odamdir. Musulmon qimmatli odamdir. Shunga u diniy majburiyatlarni ado qilish, yer yuzini gullantirish, insoniyatga adl adolatda, go'zal axloqda, yaxshi ishlarni qilishda ulgu bo'lish salohiyatiga nail bo'lgan. Dinsizlar bu salohiyatga nail bo'lolmagan. Musulmon odam Alloh taolaning nazridimi ulug'dir. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom Ka'baga qarab turib, "Ey Ka'ba, sen nima degan ulug'? Jinim ilkida bo'lgan Allohning nomi bilan qasam qilib aytamanki, mümin odamning jini albatta sendan ulug'dir" degan. Endi ana shundoq aqlli va ulug' musulmonning qiladigan ishlari albatta boshqalardan farqli bo'lishi kerak. Shunga Alloh taolo biz musulmonlardan har bir ishni to'g'ri niyat bilan qilishimizni, savobli ish qilmoqchi bo'lganda, uning savobini gunohga kirib qolg'ili turganda, uning jazosini ko'z oldimizga keltirishimizni xohlaydi. Chunki qilmoqchi bo'lgan yaxshi ishning savobini ko'z oldiga keltirgan odam ishni qitirqinib mukammal qilishga tirishadi. Shuningdek, sodir qilmoqchi bo'lgan gunohning jazosini ko'z oldiga keltirgan odammi gunohdan yanadi. Chunki mümin qilgan yaxshi ishi uchun oxiratda cho'qim savobga erishadiganligiga chin qalbidan ishonganlikdan ishni shu ishning mukofoti bo'lgan jannatni ko'z bilan ko'rib turayotgandek tuyg'uda qiladi. Payg'ambar alayhissalom bir sahobadan "Bugun o'rningdan qandoqroq turibsan?" deb so'raganda, sahoba "Ey Rasululloh, bugün o'rnimdan haqiqiy müminlik holatimda turibdiman" degan. Ondan payg'ambar alayhissalom yana uningdan "Har qanday bir narsaning haqiqati bor. Sening iymoningning haqiqati nima?" deb so'raganda, sahoba "Dunyolikdan yuz o'rdim. Uning oltini bilan tuproqi mening nazarimda o'xshash bo'lib qoldi. Men jannat ahlining jannatda ne'matlanayotganligini, do'zax ahlining do'zaxda azob chekayotganligini o'z ko'zim bilan ko'rgandek holatdaman" degan. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom uningga "Undaqda bu holatingni davomlashtirgin" degan. Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhu "Men jannat bilan do'zaxni o'z ko'zim bilan ko'rsammi, hozirgi iymonimga hech narsa qo'shilmaydi" degan. Chunki u iymon darajasida shundoq kamolatga yetganki, bilish va ishonish nuqtasidan aytganda, uning nazarida oxirat bilan bu dunyoning hech bir farqi qolmagan. Gunoh qilgan odam gunohni faqat g'aflatda qolganlikdilla qiladi. Agar u gunoh qiladigan vaqtida uning oxiratdagi jazosiga xuddi
bu dunyoda jinoyat sodir qilgan odam qonun bo'yicha jazolanadiganligiga ishongandek ishonsaydi, gunohdan albatta voz kechadi. Oxiratni tog'dan sehrimoqchi bo'lgan odam qo'lputi sunadiganligini yoki o'ladiganligini ko'z oldiga keltirgandek ko'z oldiga keltirsa edi, gunohga aslo qadam bosmaydi. Payg'ambar alayhissalom zina qilguvchi mo'minlik holatida zina qilmaydi. Aroqkesh mo'minlik holatida aroq ichmaydi degan. Bu hadisdan shu ma'no chiqadiki, inson bu gunohlarni faqat imonsiz holda qiladi. Bu yerdagi imonsizlik Alloh taologa yoki payg'ambar alayhissalomga ishonmaganlikdan kelib chiqadigan imonsizlik emas. Balki oxirat hayotini ko'z oldiga keltirishdan g'aflatda qolganlikdan kelib chiqqan imonsizlikdir. Go'yo u oxiratni xiyoliga keltiribmi qo'ymagan. Shunga u oxiratga ishonmaydiganlarning qiliqini qilgan. Men o'ylaymanki, boshqalarga zulm qilishdan, ularning haqqini yeyishdan qo'rqmaydigan odammi imonsiz odamdir. Chunki u gerçi Allah Taalaga iman etib, shahodat kalimasini aytgan, barcha ibadetlerini ado qilayotgan taqvo sifatlik biri bo'lsa-mu, oxiratda hisob berishdan qo'rqmasdan, boshqalarga zulm qilgan va uning haqqini yegan ekan, uningda oxiratga qarta chin iman yo'q. Agar u oxiratga chin ishonsa, mal dünya elib barg'ili bo'lmaydigan, faqatla quruq qo'l boradigan shu oxiratda qandoq qilarman deb o'ylamamdi. To'g'ri. Alloh taolo tavba qilgan bandasining jimi gunohlarini mag'firat qiladi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: "Ey payg'ambar, gunoh qilaverib, o'ziga uvol qilgan bandalarimga aytqinki, sizlar Alloh taolaning rahmatidan ümidsizlanmanglar. Chunki Allah tavba qilgan kishi uchun jimi gunohlarni mag'firat qiladi. Shubhisizki Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir." Yana yaxshi amallarni qilish orqali gunoh maisiyatlarning kirlarini yuvayotgan bo'ladi. Alloh taolo yana shaksizki yaxshi ishlar orqali yomon ishlar yuyiladi deydi. Alloh taolo tavba qilsa, jimi gunohlarni mag'firat qilishga va'da qilgan bo'lsa-mu, boshqalarning haqqidan o'tib berishni va'da qilmagan. Har qanday bir haqdan haq egisi o'tmagicha Alloh taolo o'tmaydi. Chunki gunoh maisiyatlar va jinoyatlar Allohning haqqiga qarshi ishlangan, gunoh maisiyatlar va maxluqotga qarshi ishlangan qilmishlar deb ikkiga bo'linadi. Allohning haqqiga qarshi ishlangan gunoh maisiyatlar Allohning Qur'oni Karim yoki Muhammad alayhissalomning tili orqali insonlarga bildirgan qil va qilma degan amr farmonlarga xilof keladigan har qanday gunoh maisiyatlarni ko'rsatdi. Allah insonni shuncha go'zal shaklda yaratib, uningga yer yuzining xo'jayinligini berganning sirtida uni hurmatlab maxluqotning eng hurmatlisi qildi. Uni turli esil ne'matlar bilan rizqlantirdi. Bu sababdanmi Allah'ның insanlar üstüdeki hakkı elbette çoğundur. Allah'ның insanlar üstüdeki hakkı, insanların Allah'ның emir fermanlarını orundap, çekligenlerini terk edip, Allah isteyen revişte hayat geçirişiden ibarettir. Allah'ның emir fermanlarına karşı her kandak bir itaatsizlik, onun hakkıga karşı günah meisiyet sadır kılganlıktır. Mahlukatga karşı işlengen kılmışlar deginimiz,
insonlarni ziyon zahmatga uchirtish, zulm qilish, haqlarini yevilish, huquqlarini dafsanda qilish, obro'yini to'kish, hayvonlarni azoplash, qiynash qatorliq yomonliklarni va jinoyatlarni ko'rsatdi. Chunki bunda qilish insonlarning boshqalar tarafidan ziyon zahmatga uchirmasdan huzur ichida yashashdan iborat tabiiy haqqiga tajovuz qilganlik bo'ladi. Shundaqla hayvonlarni azoplash, qiynash va ularga qarshi ishlangan qandaqli bir yo'lsizlik, ularga zulm qilganlik va hayvonlardan yo'lliq foydalanish, ularga shafqatlik muomala qilishdan iborat islom prinsiplariga xiloflik qilganlik bo'ladi. Alloh taolaning haqqiga qarshi sodir qilingan gunoh maisiyatlarning tavbasi tövendeki 3 shart bilan qabul qilinadi. Ular birinci, burun qilgan gunoh va yomon ishlarga pushaymon qilish. Ikkinchi, gunoh va yomon ishlardan qat'iy qo'l uzish. Uchinchi, burun qilgan gunoh va yomon ishlarni qayta qilmaslikqa chin iroda bog'lash. İnsanlarning haqqiga qarshi ishlangan qilmishlar va yomonliklarning tavbasining qabul bo'lishi uchun yuqorqi 3 shart bilan birga haq egisini rozi qilish shart qilinadi. Chunki bu xildagi haq Alloh taolaning haqqi bo'lmasdan insonlarning haqlari bo'lganligi uchun ular haqlarga tajovuz qilganlarni o'zlari kechirmagicha Alloh taolo kechirmaydi va tövbelerini qabul qilmaydi. Mana bu Alloh taolaning adolatidir. Payg'ambar alayhissalom bir kuni sahobalaridan kimning quruq qo'l qolguchi ekanligini bilamsizlar deb so'raganda sahobalar hech qanday mol mulki bo'lmagan kishini quruq qo'l qolguchi deymiz deydi. Bu vaqtda Payg'ambar alayhissalom qiyomat kuni birov namoz, zakot va ro'za bilan keladi. Ammo u birini tillagan, biriga tuhmat chaplagan, birining melini yavolgan, birining qinini to'kkan, birini urgan bo'lib, bu sababdan uning yaxshiliklari shularga elib beriladi. Uning savoblik amallari tugisa, ularning gunohlari uningga ortiladi. Ondan u do'zaxga tashlanadi. Mana bu qiyomat kunida mening ummatimning quruq qo'l qolg'uchisidir degan. Biz hammamiz oxiratga ishonamiz. Ammo ko'pinchimiz oxiratga ishonmaydiganlardek ish qilamiz. Oxirat e'tiqodimizda bor, ammo mas'uliyatimizda yo'q. Bizda qapoqda nima bo'lsa, teshig'i shu tepidi deydigan maqol bor. Shunga deymizki, amal ibodatlarni al qator qilib qo'ydigan, gunoh qilishdan qo'rqmaydigan, kishining haqqidan qo'rqmaydigan, birovga haqsizlik qilishning jazosidan qo'rqmaydigan insonlar oxiratga shak qiladigan yoki ishonmaydigan kishilardir. Oxiratga ishonmagan yoki oxiratdagi jazodan qo'rqmaydigan odamdan barcha yomonlik kelishi mumkin. Mikrofon oldida Qaraxon.